Bismillah, alhamdulillah, salatu assalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, mana orqamizda kashona bugun sotuvimda. Buni aniqroq aytib o'tib ketadigan bo'lsam, bu Aqsukent qishlog'i sanatoriya Mankent dahasi, sanatoriya Mankent yonginasida joylashgan Bobur ko'chasini oxirida uyimiz bo'ladi. Bu uyimizni tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, bu uyimizda 9 sotix yeri bor. O'ta ham chiroyli manzarali, bahtamonlarimizda bog'i bor, toza havo, tabiatning qo'ynidagi uyimiz. Bu uyda sizlarga eng yaxshi sharoitlardan biri kanalizatsiya sarqizmaysiz. Kanalizatsiya ostidan o'tgan, общий kanalizatsiyaga ulangan. Главный, har oyda 30 ming 40 mingga assensator chaqirib o'tirmaysiz. Plus yerlari. Yerimiz o'ta ham ko'k, manzarali. Tepa qismida katta anharimiz oqib turibdi. Baxt qismimizda ham ariq tubingizda, polivnoyga o'ta ham chiroyli joyda. Dam olaman desangiz, Aqsu sanatoriya Mankent, Tang nuri, Aqsu demi, sanatoriya Sayram yonginasida. Pul qursib o'tirib, poyezdga bilet olib o'tirmaysiz. Shundagina. Kelasiz, putyovkani olasiz, dam olasiz, kechqurun uyga kirasiz. Dam olasiz, shunday yurasiz. Mana orqamizda shuncha katta yeri bor, ko'k manzaralari, o'ng tomonimizda sanatoriya bor, katta ariq o'tgan baxtamonimizda ham tabiatlari o'ta ham chiroyli. Ko'kilimiz arqib qo'yibdi aytdim mana, olmalari bor, solib turibdi. Yer katta, o'ta ham saroyi bor baxtamonda. Baxta teplitsa bor, maktab, sanatoriya yonida bor. Dam olaman desangiz, maktab bor, 2 dona, sadik bor, poliklinika, marshrut. O, ayaqacha yerlari bor ekan, yeri bor ekan. Kuchyasi bitdi. Mana katta kuchyadan baqa. Hol. Spальный. Зал.